Futbolchilik faoliyatimni men maydonda, tribunalarning olqishlari ostida, projektorlar yorug'i, millionlab ko'zlarning bosimi ostida o'tkazdim. Lekin o'sha maydonga qadam qo'yganingizda faqat bitta narsani eshitasiz: o'z yuragingizni. Qolgan hamma narsa yo'q bo'lib ketadi. Men urgan har bir gol ortida menga ishongan insonlar bor. Oila, murabbiylar, do'stlar. Ularsiz men bugungidek bo'lmasdim. Va ehtimol hovlidan boshlanib katta arenalarga olib borgan yo'lim haqida gapirib berish vaqti keldi. Jeparov gol muallifi. Men ilgari aytilganidek ishchi oilasida tug'ilganman. Onam va otam Chirchiqdagi O'zbek Himmash zavodida ishlashardi. Hamisha ko'chada yurardim, serg'ayratli, bezori bola edim. Mendan oldin opam tug'ilgan. Afsuski, u nogiron bo'lib tug'ilgan. Unda bolalar serebral falaji bor edi. Ota-onam bu haqda uzoq vaqt o'ylashdi. Chunki hayot og'ir edi, doimiy shifoxona, parvarish, BTF tasavvur qila olasiz-a? Bu nogironlik doimo g'amxo'rlikka muhtoj va hech qanday emlash ololmaydigan bola. Ota-onam 7 yil davomida qo'rqib yurishdi. Ammo men tug'ildim, shukrki sog'lom, o'sha paytga qaraganda yirik bola bo'lib tug'ildim. Biroz katta bo'lganimda, 5 yoshimda onam meni qattiq nazoratda ushlardi. Chunki men sho'x bola edim. Hatto mening laqabim haligi bandit edi. Chunki men bir joyda tura olmaydigan juda sho'x bola edim. Shunday. Otam asosan ishlardi. Umumiy tarbiya bilan ko'proq onam shug'ullanardi. Onam va opam. Chunki ota-onam ishga ketishganda biz ko'proq vaqtni uyda opam bilan o'tkazardik. U eng ajoyib uka. Ana shunday. Biz tinch va do'stona oilada ulg'ayganmiz. Oilamizda muloyim, nozik muhit bo'lar edi. Biz buni his qilardik. Va endi bu bizga hayotda oldinga siljishga yordam beradi. Men unga do'st bo'lishga harakat qilardim. Doim. Menga serverdagi shunday hislatlar juda yoqadi. Muhabbat, mehr, shafqat, menga ko'rsatadigan g'amxo'rligi, e'tibori, ana shunaqa. O'sha vaqtda bizda umuman muammo yo'q edi. Ota-onam zavodda ishlashardi, yaxshi maosh olishardi, o'z uyimiz bor edi. Hatto ba'zan Qora dengizga, Qrimga dam olishga borib turardik. Mana shu mahallada tug'ilganman. Umrimning katta qismini tug'ilganimdan toki uylangunimcha shu yerda o'tkazganman. Keyin boshqa mahallaga ko'chib o'tdik. Ana u tarafda stadion bor edi. Bu tarafda esa maktab. Men mana shu 5-podyezdda 3-qavatda yashaganman. Bu bizning hovlimiz edi. Biz shu yerda futbol o'ynardik. Vaqtimizning katta qismini to'p bilan o'tkazardik. Bu yerda bir daraxt bor edi. Men shu yerga sakrashga, mashq qilishga, bo'yim uzun bo'lishi uchun halqa yasaganman. Meni bo'yim uncha baland emas edi. Podyezdni esa futbol darvozasi sifatida foydalanardik. Bizda -15 degan o'yin bor edi. Shu kabi o'yinlar bilan vaqt o'tkazardik. Yana quvlashmachoq va berkinmachoq. Butun bolaligim shu tarzda o'tgan. Men har doim 3-qavatdan derazadan qarardim. Agar daraxtlar barglar bilan qoplangan bo'lmasa, stadionda kim yugurayotganini ko'rish mumkin edi. Agar u yerda kimdir bo'lsa, men stadionga ketdim derdim-da va ko'p vaqtimni shu yerda o'tkazardim.
Ota sifatida albatta men u bilan juda qiziqarli vaqt o'tkazganman. Uni birinchi yura boshlagan paytlarni eslayman. Ishdan uyga yugurib borardim, uni xotinimdan u tug'ruq ta'tilida edi olardim. Uni kun bo'yi sog'inardim, keyin uyga yugurib borib sayrga olib chiqardim. Bu juda yoqimli edi. Men uchun quvonch edi. O'zim biroz gimnastika bilan shug'ullanganman. Bolalar sport maktabimiz bor edi. 5 yoshida uni o'sha yerga olib bordim. U ikkinchi kattalar darajasigacha yetdi. Keyin esa murabbiy u futbolga ko'proq qiziqyapti. Unga to'p bersam, hamma narsani unutib qo'yadi deb aytgan. Va u dada, men futbol o'ynamoqchiman dedi. O'zi klubga yozildi. Ham gimnastikaga, ham futbolga, ham musiqa maktabiga borardi. Shunday qilib 5 yil o'tdi. Keyin unga qiyin bo'lganini aytdi. Men unga tanlov taklif qildim. Gimnastika yoki futbol? U esa futbolni tanladi. Ammo musiqa bilan shug'ullanishni to'xtatmadi. Murabbiy aytgan, u ehtimol futbolchi bo'ladi. Bizda haligi paralon bor edi, shu paralonga sakrardik. Va biz undan haligi to'plar yasardik. Bo'sh vaqtlarda paralondan to'p yasab, bolalardan guruh to'plardim va biz futbol o'ynardik. Mana 9-umum ta'lim maktabi. Men shu yerda 7-sinfga qadar o'qiganman. Yaxshimisiz? Salom. Ha, salom. Salom, yaxshimisiz? Salom. Ha, Qanday katta yigit biz bo'lib ketibsan? ana shunday kichkina edik. Siz bizga murabbiylik qildingiz. Kichkinagina. Hech narsa o'zgarmabdi. Bu yerda Yo'q, qumdon bor deyarli edi. o'zgarmadi. U hali ham o'sha yerda. Ha, shunday. Maydon o'sha sement maydoni bo'lib turibdi. Yo'q, ana bu yerda yana bittasi bor. Yana qilib berishdimi? Ha, u yerda esa granat otardik, Ha, eslayman. xuddi shunday. Ko'ryapsizmi, vaqt qanday tez o'tib ketadi. Va ular hamisha go'zal. O'qituvchilar ular doim chiroyli. Hamisha chiroyli kiyimda, hamisha isi yoqimli. Qalaysan? Futbolchilar yetib kelishdi-ku, Salom. qoyil. Ha, qalaysan? Salom. 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 Mana hammasi shu yerda. Qalaysizlar? Barakalla. Ha, qiziq. Shuncha vaqt o'tdi-yu, lekin hech narsa o'zgarmadi. Sport zal. Biz eng ko'p vaqtimizni shu yerda o'tkazganmiz. Salom. Salom. Qalaysizlar? Rahmat. Salom. Barakalla. Salom. Ajoyib. Dadam Yaxshi o'qiyapsizlarmi? akademiyangizga borishimni Qaysi biriga? istaganda. Kimyogardagi bor-ku, Ha. o'sha yerga. Ha. Biz stadionga keldik. Ilgargi nomi Splav bo'lgan. O'z KTJM zavodiga tegishli edi. Shu stadionda men yigitlar guruhi bilan mashq qilganman. Bu mening ikkinchi jamoam edi. Ha, birinchisi Selmashda edi. Ha, Selmashda. Zavodlar qoshida shunday inshootlar qurilardi. Zavod qurilganda o'yin maydonlari, zallar, voleybol, basketbol maydonlari, hattoki suzish havzalari ham barpo etilardi. Men 10 yoshimda shu klubda shug'ullana boshladim. U paytda mening yoshimdagi bolalar yo'q edi. Men 2 yosh kattalar bilan shug'ullanardim. Men buni uddalay oldim. Hammasi yaxshi edi. Chunki men futbolni yaxshi ko'rardim va futbolga bor kuchimni sarflardim. Bugungi kunda bu yerda O'zbekiston Jismoniy tarbiya va sport universiteti joylashgan.
Sovet ittifoqi tarqalgan payt biz uchun, oilamiz uchun og'ir davr edi. Biz kartoshka yeb, sho'rva qilib kun ko'rardik. Qiyin zamon edi. Otam va onam pul topishga harakat qilishardi. Bizda hech bo'lmasa biror narsa bo'lishi uchun. O'sha vaqtda juda ko'p narsani yo'qotdik. 2000 rubl 2 so'mga aylanib qoldi. Perestroykani hamma o'tkazdi. Kimgadir oson, kimgadir og'ir. Lekin bizning oilamiz uchun haqiqatan og'ir bo'ldi. Biz mening 3-jamoam bo'lgan stadionga keldik. Uning nomi Kimyogar edi. Ruscha Ximik futbol klubi. Va bu yerda bolalar o'smirlar guruhi bor edi. Men 12 yoshimdan beri shu maydonda mashq qilardim. Har yili bu yerda bolalar o'smirlar musobaqalari o'tkazilardi. Va bizning tengdoshimiz Paxtakor ham kelishardi. Eng yaqin qo'shnilarimiz Toshkentlik. Va biz ularni shu maydonda mag'lub etdik. Ko'plab muxlislar kelishardi, chunki ular zavod ishchilari edi. Ular futbolni yaxshi ko'rishardi va aytmoqchi, ularning o'z jamoalari bor edi. Ular sexlar bo'yicha turnirlar tashkil qilishardi. Ajoyib damlar. Navbatdagi musobaqadan so'ng meni Paxtakor 81 ga o'ynashga taklif qilishdi. O'shanda jamoa bor edi. Marhum Pasha Genich bor edi. U otamga yaqinlashib, "O'g'lingizni Paxtakorga berasizmi? Biz uchun o'ynasin", dedi. O'sha musobaqada men eng yaxshi o'yinchi va eng yaxshi pas beruvchi bo'ldim. Ya'ni gol plus pas va u mening jamoasida o'ynashimni xohlayotganini aytdi. Har yakshanba Paxtakorda shahar chempionatida o'ynardik. Biz Kimyogardan 3 kishi edik. Haligi Valera Voronin, keyin Ilya Telegin va men. Ba'zan avtobusga, ba'zan elektrichkaga chiqardik. Bolaligimiz shu tarzda o'tardi. Xullas, butun hafta ichida shu yerda mashq qilardik, maktabga borardik. Yakshanba kuni esa Toshkentga ketardik. Ota-onalarsiz o'zimiz borardik. Keyin onam vafot etdi. Dadam singlim va meni boqish uchun ko'p mehnat qilishiga to'g'ri keldi. 1994-yilda xotinim vafot etdi. Va Server, dada, mening istagim bor. Respublika Olimpiya zaxiralari kollejiga o'qishga kirmoqchiman, dedi. Men kira olasammi deb so'radim, chunki u yerda tanlov juda katta edi. Men ishdan ruxsat olib, 10 kun davomida u bilan Toshkentga Respublika Olimpiya zaxiralari kollejiga qatnadik. O'qituvchi Guram Grigoriyevich edi. Server oldimga yugurib kelib, "Dada, murabbiy sizni chaqiryapti", dedi. Bordim. U aytdiki, "Hujjatlaringizni tayyorlang, o'g'lingiz kirdi." Har bir o'ringa 70 kishi bor edi. Haligi Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston kabi davlatlar ham bor edi. Har bir o'ringa 70 kishi. Men Server, kira olasammi yo'qmi bilmayman. Raqobat juda yuqori, dedim. U yerda u 11-sinfgacha o'qidi. Biz kuniga 4 marta ovqatlanardik. Nonushta, tushlik, peshindan keyin gazak va kechki ovqat yedik. Bundan tashqari forma, o'qituvchi, darslar va ertalab 2 soat va kechqurun 2 soat mashq qiladigan murabbiylarimiz bor edi. Ular bizni ertalab soat 6 da uyg'otishardi va biz yugurib mashqlar qilardik. O'sha vaqt uchun sharoitlar ajoyib edi. Bizni o'z xonalarimiz, televizorimiz bor edi. Biz ajoyib vaqt o'tkazardik. O'qituvchilar bizga yumshoqroq munosabatda bo'lishdi, chunki ular ertalabki 2 soatlik ishdan keyin miyamiz yaxshi ishlamasligini tushunishardi. Va albatta bizga imtiyozlar berishardi. Bizda shunday bo'lardi. Ertalab 2 ta dars, kechqurun 3 ta dars. Hamisha shunday edi. Kamdan kam 6 ta dars bo'lardi. Jismoniy yuklama katta edi-da, o'qituvchilar esa bunga
moslashardi, albatta. Ular juda ajoyib murabbiylar. 11-sinfda o'qiganimda tizzamni jarohatladim. Deyarli 7 oy tiklanishga ketdi. Yaxshiyamki, operatsiyaga hojat bo'lmadi. Menga juda yordam beradigan, meni davolaydigan va to'g'ri mashqlarni bajaradigan murabbiylar bor edi. O'qish tugagach bizni jamoalarga taqsimlay boshlashdi. O'sha paytda bizni payqashdi. Biz 4 kishi edik. Bu Vadik Nichinayev, Otabek Rahmonqulov, Pasha Musalimov va men. Bizga maktabni tugatganimizdan so'ng Namanganga olib ketishlarini aytishdi. Mening birinchi professional murabbiyim Mehmet Ahmet Abdullayevich va Viktor Romanovich Jalilov edi. Va bularning barchasida Samvel Vicheslavovich Babayan muhim rol o'ynadi. Bizga birinchi shartnomalarimizni berishdi. Yaqinda Samvel Vicheslavovich bilan uchrashdik va u o'sha paytda Guram Grigoriychga shunday o'yinchini tarbiyalagani uchun pul berganini aytdi. Va u haliyam murabbiylarga minnatdorligini shu tarzda qanday ifodalaganini eslaydi. Hozir buni tarbiyalanuvchi uchun kompensatsiya deb atashadi. O'sha vaqtda o'rtoqlik o'yinlari sabab meni Navbahorga taklif qilishdi. 2 yildan so'ng esa Paxtakorga. U yerda deyarli 7 yil o'tkazdim. Bu men uchun juda katta voqea edi. Paxtakor xalq jamoasi, uning bir qismiga aylanish mening eng katta orzuyim edi. Bu o'sha paytda muhim emas edi. Muhim bo'lgan yagona narsa bu klubda o'ynash edi. Bizga birinchi marta sariq forma berilgan paytni yaxshi eslayman. Bu men uchun sharaf edi. Respublika Olimpiya zaxiralari o'quv yurtini bitirgandan so'ng Namangan shahridagi Jismoniy tarbiya universitetiga o'qishga kirdim. Chunki birinchi professional jamoam shu yerda edi. 1 yil o'qigandan so'ng Toshkent davlat Jismoniy tarbiya va sport universitetiga ko'chib o'tdim. Chirchiqdagi maydon eng yaxshilardan biri edi. Drenaj yaxshi, suv turib qolmasdi. Tribunalar ostida joy bor edi. Bu yerda kiyinish xonalari va dushlar bor edi. Sovuq, yomg'ir yoki qor yoqqanda biz bu yerda kichik darvozalarni qo'yib 2 ga 2 yoki 1 ga 1 o'ynardik. Ayniqsa mashg'ulotdan oldin. Nima uchun o'ynamaysiz? Ha? 3-chi jamoami? Navbatingizni kutyapsizmi? Na vıylit o'ynayapsizmi? Ha? Mayli. Hammasiga yaxshimi? Joydami? Server bilan Respublika Olimpiya zaxiralari o'quv yurtida tanishganmiz. Ikkimiz ham futbol bo'limiga birga o'qishga kirdik. Va u yerda 4 yil birga o'qiganmiz. Keyin Jismoniy tarbiya institutida, magistraturada ham birga o'qidik. Xullas, Navbahor jamoasida ham birga o'ynaganmiz. Juda ko'p yillardan beri do'stmiz. Server haqida faqat yaxshi so'z ayta olaman. U juda mehribon inson. Kimdir unga yordam so'rab murojaat qilsa, albatta yordam beradi. Ham maslahat, ham ma'naviy qo'llab-quvvatlash bilan. Shuningdek, men uni mehnatkash deb ayta olaman. Bunday natijalarga osonlikcha erishilmaydi. U O'zbekistonda 2008 va 2011 yillarda Osiyoning eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan yagona o'yinchi. Keyin O'zbekistonda yana bunday o'yinchilar bo'ladimi, yo'qmi, bu katta savol. Umid qilamizki, kelajakda uning o'zi murabbiy sifatida shunday darajadagi futbolchini yetishtirib chiqaradi. Osiyoning va hattoki dunyoning eng yaxshi o'yinchisi unvoniga sazovor bo'ladi. Server Jeparov bilan Paxtakorda tanishganman. Ungacha albatta ko'rishganmiz. U Namanganda, Navbahorda o'ynardi. Men esa Neftchida. Balki ko'rishganmiz, bir-birimizga qarshi o'ynaganmiz. Ammo inson sifatida, yaqin do'st sifatida va jamoadosh sifatida uni 2002-yilda Paxtakorda tanidim.
va biz 6 yil davomida bir jamoada o'ynaganmiz. Dastlab bir-birimizni tanib olish uchun vaqt kerak edi, chunki biz hammamiz Paxtakorga yangi kelgan edik. Har bir o'yin bilan jamoamiz yanada jipslashib borgan desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Xullas, kundan kun munosabatlar yaxshilana boshladi va qalinlashib ketdik. Server bilan 2002-yildan shu kungacha juda yaqin do'stmiz. Hattoki o'quv mashg'ulot yig'inlari va safarlar paytida bir xonada birga yashardik. Keyin esa oilalarimiz do'stlashib qoldi. Aslida men uni bilganimcha ko'pchilik uni unchalik bilishmaydi. Chunki biz 2002-2009-yillar orasida juda ko'p narsalarni birga boshdan kechirganmiz. Keyin u Koreyaga jo'nab ketdi. Shu vaqtgacha bir jamoada edik. Biz bir-birimizni to'ldirib turardik. Nonushta va tushlikka taklif qilardik, bir-birimizni kutardik. Xullas, maydonda turli rollarimiz borligi sababli raqobat yo'q edi. O'sha paytda men ko'proq himoyachi edim, Server esa hujumchi edi. Shuning uchun biz bir-birimizni to'ldirardik va tezda tushunardik. Men to'pni tortib olsam, unga uzatardim, u esa hujumni davom ettirardi. Xullas, men unga yordam berardim. Aytish mumkinki, bu an'anaga aylanib qolgan edi. Men playmaker edim. Jamoa o'yinini boshqaruvchi, tempini belgilaydigan, hujumlarni tashkil qiluvchi va sheriklar uchun gol urish imkoniyatlarini yaratuvchi. Ko'pincha hatto ota-onalar ham nega o'zim urmasdan pas beraman deb ajablanishardi. Lekin bu jamoaviy o'yin ekanligini tushunardim. Men uchun muhimi mening gol urganim emas, balki jamoaning g'alaba qozonishi edi. Futbolda natijalarga nafaqat maydonda bo'lganlar, balki maydon tashqarisidagilar ham erishadilar. Ular orasida murabbiylar, massaj terapevtlari, shifokorlar, ma'muriyat, oshxona xodimlari va oshpazlar bor. Barchasi uyg'un birlik tashkil etadi. Ko'pincha mendan nega Yevropa klublarida o'ynab ko'rmagansiz deb so'rashadi. Albatta uringanman. Doim buni orzu qilganman. Har bir futbolchi rivojlanishi, o'sishi darkor. 2002-yildan beri meni terma jamoaga taklif qilishmoqda. Hatto 2005-yilda O'zbekiston terma jamoasida nemis murabbiyi bo'lganida, u menga Bundesligada o'ynash imkoniyatini taklif qilgan edi. Men bunga to'liq rozi bo'ldim. Hoziroq borishga tayyor edim. Jamoadonimni yig'ishtirib qo'ygan edim. U qishda borasizlar deb qoldi. Bir hafta o'tgach, Qibrayda qor yog'di va biz Germaniyaga safarga tayyorgarlik ko'rish uchun u yerda yugurdik va qorda mashq qildik. Shunday qilib, dekabr oyida biz Germaniyaga 14 kunlik sinov uchun bordik. Bu Frankfurtning Eintracht jamoasi edi. Asror Aliqulov bilan u yerga bordik. Biz 2 o'yin o'tkazdik, 2 haftalik yig'inda qatnashdik va oxirida ular menga mos kelishim va meni sotib olishni xohlashlarini aytishdi. Men ularga Paxtakor bilan shartnomam borligi sababli rahbariyatim bilan bog'lanishlarini aytdim. Ular o'sha paytdagi barcha muammolarimni hal qilishardi. 2007-yilda menga Rubin va keyin Dinamo Moskvadan taklifnoma keldi. Transfer uchun haqiqiy imkoniyat bor edi, ammo afsuski kelishuvlar amalga oshmadi. Ular shunchaki meni O'zbekistondan ketishga ruxsat berishmadi. Shunday qilib 2 yil Navbahorda, 6 yil Paxtakorda, 8, 9 va 10-yillar Bunyodkorda. 2010-yilda mening xalqaro faoliyatim boshlandi. Men chet elga Koreyadagi Seul klubiga o'tdim. Men doim aytardim, agar imkoniyat bo'lsa, meni bu yerda ushlab turmang. Meni soting yoki berib yuboring, o'zaro manfaatli shartnoma tuzing yoki shunchaki qo'yib yuboring. Men maoshdan ham voz kechaman. Maqsadim chet elda o'ynash edi. Men buni orzu qilardim. O'sha paytda homiylik pullari tugab qoldi va klub prezidenti
biz endi sizga bunday pul to'lay olmaymiz. Siz bundan yaxshiroq narsaga loyiqsiz dedi. Shunday qilib, imkoniyat paydo bo'ldi va ular menga ruxsat berishdi. Shunday qilib, men o'zimni xalqaro miqyosda sinab ko'rishga bordim. Men mutaxassisligim bo'yicha huquqshunosman va o'sha paytda futbol agentliklari tizimi endigina shakllana boshlagan edi. Bu yangi soha edi. Huquqshunos bo'lishimni hisobga olgan holda men bu sohani o'rganishni boshladim va futbolchi agenti bo'lib do'stlarimga katta yordam berish mumkinligini anglab yetdim. Biz hammamiz serverning darajasi O'zbekiston ligasidan oshib ketganini ko'rdik. U Yevropa darajasiga yoki Osiyoning eng kuchli klublariga o'tishi kerak edi. 2010-yilda u ko'plab takliflarni oldi, jumladan Janubiy Koreyaning Seul klubidan ham. Server yuridik hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam so'radi. Bu uning uchun eng kuchli ligalardan birida o'ynab, legioner sifatidagi birinchi tajribasi edi. Biz birgalikda Seulga uchdik va men server Janubiy Koreyaning Seul klubi bilan shartnoma imzolagan tarixiy lahzada ham ishtirok etganman. O'sha yilning o'zida u Janubiy Koreya chempioni bo'ldi. Seul klubi o'yinchini to'liq shartnoma bilan olishdan avval odatda yarim yillik ijaraga olinadi. Bu o'yinchining mamlakat, oziq-ovqat va tizimga moslashishini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Agar o'yinchiga barchasi ma'qul kelsa, u klubda qoladi. Futbolda bu moslashuv deb ataladi. Bilasizmi, go'yo kelajakka tushib qolgandek edim. Ko'p qavatli uylar, tezkor internet, chet el mashinalari, hamma narsa ozoda va madaniyatli. Hatto menga atrofni ko'rsatib beradigan tarjimonim ham bor edi va men uchun oson edi. Men u bilan hamma joyga borardim. Men ozgina ingliz tilini bilardim. Moslashish men uchun oson o'tdi. O'z muhitimda edim va menga hamma narsa yoqdi. Bundan tashqari mashg'ulotlar, men intensiv mashg'ulotlarni yoqtiraman. Bu menga hech qanday noqulaylik tug'dirmadi. O'zimni chinakam futbolchi deb his qilganman. Futbolchiga bunday munosabatni men biroz bunyodkorda va paxtakorda his qilganman xolos. Darhol homiylar keldi, Adidas shartnoma berishdi, kiyim-kechak, butsilar hammasi bor. Bu haqda o'ylamaysiz ham. Agar butsingiz yorilib qolsa, darhol yana 2 juft berishardi. Har oy $2000 narsa olishim mumkin edi. Oilam to'liq ta'minlangan edi. Xotinimga voucher berardim, u kiyim sotib olardi, bolalarga, qarindoshlarga ham. Ovqatga tezda moslashib oldim. Chunki bolalikda do'stlarim koreyslar edi. Ular eng ko'p nimadan xavotirda ekanliklarini bilasiz. Ovqatni yoqtirmaslik. Men uchun bu tubdan muhim emas edi. Men koreys taomlarini yedim. Tamom. 2010-yilda men yarim yillik shartnoma imzoladim. Keyin esa uni yana 3 yilga uzaytirdim. Shu vaqt ichida biz Costco Cup kubogini yutib, Koreya ligasi chempioni bo'ldik. Va bularning barchasi birinchi yilning o'zidayoq sodir bo'ldi. Ammo 2011-yilda men Saudiya Arabistonining Al-Shabab klubidan taklif oldim. Meni Koreyadagi klub ofisiga chaqirishdi va ochiq aytishdi. Bizga keraksiz, lekin taklif juda jiddiy. Rad etib bo'lmaydi. Bu klub uchun ham, men uchun ham foydali edi. Qaror qabul qilish oson bo'lmadi, chunki o'sha paytda Koreya va Yaponiya kelajak mamlakatlari professionallik va rivojlanish namunasi deb hisoblanardi. Bu men uchun qiyin qaror edi, chunki o'sha paytda mening oilam va 2 farzandim bor edi. Men rafiqam bilan maslahatlashdim. Bu ham muhim.
Biz bu haqda o'yladik, mamlakatni, sharoitlar qanday bo'lishini, uni qanday o'tkazishini va chempionat qanday bo'lishini ko'rib chiqdik. Biz borishga qaror qildik. Men 3 yillik shartnoma imzoladim va Saudiya Arabistonida birinchi yilimdayoq chempionlikni qo'lga kiritdim. Saudiya Arabistoniga moslashish men va oilam uchun juda qiyin bo'ldi. Avvaliga bizga uy berishdi. U yerda yakka o'zimiz yashardik, atrofda hech kim yo'q. Na muloqot, na qo'shnilar. Faqat qum, chang va zulmat. Koreyadan keyin bu albatta odatiy emas edi. Men klub rahbariyatidan bizlarni compoundga ko'chirishlarini so'radim. U yerda asosan xorijliklar yashardi. Compoundda taxminan 200 ta xonadon bor edi. 1 yil o'tdi, ammo u yerda men o'zimni baxtli his qilmadim va biz yana Koreyaga ko'chib o'tdik. Seuldagi mening murabbiyim yangi klubga bosh murabbiy bo'lib o'tgan edi. Ularning maqsadlari bor edi va u meni taklif qildi. U meni qanday o'ynashimni yaxshi bilardi va Koreyaga qaytish kerakligimni aytdi. Men Al-Shabab klubi bilan barcha masalalarni hal qildim va biz u yerga ko'chdik. Shundan so'ng men u yerda yana 4 yil yashadim. Men u bilan ko'p suhbatlashganman va ilmiy xodim sifatida menga qiziq bo'lgan jihat u Koreyada, Saudiyada va Eronda qanday tayyorgarlik ko'rgan edi. U barchasini tushuntirardi. Har bir mamlakatda tayyorgarlik boshqacha bo'lgan. U meni juda qiziqtirdi va u bergan ma'lumotlarni men darslarda, maqolalarda, ilmiy ishlarimda qo'lladim. Uning amaliyoti bilan ilm fanni birlashtirdim desak ham bo'ladi. 2016-yilda mening shartnomam tugadi. O'sha paytda 32 yoshda edim. Koreyada qolish uchun endi asos yo'q edi. Shuning uchun biz O'zbekistonga qaytishga qaror qildik. Koreyadan keyin men Lokomotiv klubiga o'tdim. U yerdagi vazifamiz chempion bo'lish va kubokni qo'lga kiritish edi. Biz bu vazifani bajardik. Ammo o'sha yil mavsum oxiriga yaqin tizzamdan jarohat oldim. Koreyaga bordim. U yerda asosan meni davolashdi. Tizza bog'lamlarini va tizza bo'g'imlarini tez tiklaydigan inyeksiyalar mavjud. Menga tom ma'noda 3 ta ukol qilishdi. O'sha paytda juda qimmat edi va tezda tiklandim. Shundan so'ng men Eron yerlarini zabt etish uchun bordim. Bilasizmi, men har doim yangilikka moyil bo'lganman. Takliflar bo'lardi va men nima uchun yo'q derdim. Bu yangi chaqiriq, yangi mamlakat, qiziq edi. Shuning uchun Eronga ketdim. Ayniqsa bu yaxshi, ambitsiyali, yuqori o'rinlar uchun kurashadigan klub bo'lgani uchun. Bu tarixga ega klub edi. Men u yerda 1,5 yil o'ynadim. Moliyaviy jihatdan bu juda foydali taklif edi. Ammo qiziq voqea ro'y berdi. Keyin men Istiqlol klubiga o'tdim. Ular bilan 1,5 yillik shartnoma imzoladim. Lekin o'sha paytda ular 6 oylik transfer chekloviga ega edilar. Ya'ni klub yangi o'yinchilarni ro'yxatdan o'tkaza olmasdi. Ular menga shunchaki jamoada qolishni taklif qilishdi, biroq o'yin amaliyotsiz va 6 oy o'ynamaslik futbolchi uchun deyarli professional o'lim bilan barobardir. Men hatto shartnomamni bekor qilib uyga qaytishni ham o'yladim. Lekin klub menga bir variant topib berdi. Bu Isfahondagi Sepahan klubi edi. Men Sepahan bilan yarim yillik shartnoma tuzdim. Keyin Istiqlolga qaytdim va 1 yil ichida mamlakat kubogini yutib ulgurdim. Shundan keyin O'zbekistonga qaytdim va faoliyatimni yakunladim. O'sha paytda men 37 yoshda edim. Faoliyatimni Paxtakorda yakunlashni istaganman. Bu haqiqatan ham xalq jamoasi. Munosabatlar qanday bo'lmasin, men klub rahbariyatiga, qo'lga kiritgan sovrinlarga, u yerdagi jamoadoshlarga rahmat aytaman. O'sha yaxshi davrlar edi. Juda yaxshi jamoa bor edi. Esda qolarli narsalar ko'p. Har qanday jamoada ba'zi tushunmovchiliklar bo'ladi. Men oldinga, yuqoriroq pog'onalarga intilishda davom etishni istardim, lekin rahbariyat mening ularda o'ynashimni xohlardi. Men asosiy shaxs bo'lganim uchun ular biz bilan qoling, bizga keraksiz deyishdi.
Bu borada ba'zi tushunmovchiliklarimiz bor edi-yu, lekin endi biz bir-birimizni ko'ramiz, muloqot qilamiz va menimcha hech kimning orasida xafagarchilik yo'q. Men faoliyatimni Bekoboddagi Metallurg futbol klubida yakunladim. 6 oy o'ynadim, keyin murabbiylik faoliyatim boshlanib ketdi. Futbolchilik faoliyatimni tugatayotganimda doim murabbiy, rasmiy shaxs bo'lishni orzu qilardim va shunday imkoniyat paydo bo'ldi. Pandemiya davrida o'z klubimizni ochishimiz kerak degan fikr paydo bo'ldi. Oila bilan o'ylab, uning nomini Olimpik Chirchiq deb qo'ydik. Gerb, emblema yaratdik. Xullas, o'yinchilarni jalb qildik, jamoa tuzdik va Toshkent viloyati 2-ligasida ishtirok etdik. Jamoa 2 yil davomida faoliyat yuritdi. Ammo keyin maydonlar yetishmasligi va o'ynash uchun joy yo'qligi sababli ko'plab o'yinchilar ketishdi. O'yinchilarni jalb qilish qiyin bo'ldi, shuning uchun biz to'xtashga qaror qildik. Ammo bu g'oya hali ham mavjud. Hozirda bu Oqtepa futbol klubi va menimcha kelajakda ham futbol jamoasi bo'ladi. Kelajak haqida o'ylab, futbolchilik faoliyatimdan keyin nima bilan shug'ullanishimni o'ylardim. Va albatta, murabbiy bo'lishni orzu qilganman. Hozir aynan shu ish bilan shug'ullanaman va ma'lum bosqichlarni bosib o'tyapman. O'smirlar, yoshlar, kattalar. Sergey Tokov rahbarligida 7 yildan beri futbol akademiyasi faoliyat yuritib kelmoqda. U yerda turli yoshdagi bolalar shug'ullanadi, eng kichiklardan to kattalargacha. Bu yil biz birgalikda 1-liga jamoasini ochdik. Uning rivojlanishida har birimiz o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Maqsadimiz yuqori ligalarga yoki dubl jamoalarga kirolmagan yigitlarga imkoniyat berish va o'z salohiyatlarini ro'yobga chiqarishda yordam beramiz. Bizda faxriylar ligasi ham bor. 40 yoshdan oshganlar uchun Aviator deb nomlangan jamoa tuzdik. Har hafta bir marta mashg'ulot o'tkazamiz va o'ynaymiz. Taxminan 25 kishimiz. Ba'zilari keladi, ba'zilari ketadi, lekin jamoa shunday yashab turibdi. Albatta, bu muloqot, sog'lom hayot, futbol bu hayotning o'zi. Birinchi tashabbuskor ehtimol men bo'lgandirman, lekin server juda qo'llab-quvvatladi. Va uning qo'llab-quvvatlash bilan Aviator 40+ veteranlar jamoasi tuzildi. Bu jamoa 4 yildan beri mavjud. Kelasi yil uning yubileyi bo'ladi. Yana bir bor aytaman. Aviator jamoasini yaratishdagi asosiy xizmat serverniki. Futbol haqida soatlab gapira olaman. Ammo ehtimol oilam haqida ham aytish qiziqarli bo'lar, chunki ularsiz hech narsa bo'lmas edi. Turmush o'rtog'im bilan men Paxtakorda o'ynab yurgan vaqtlar tanishganman. Umumiy do'stlar orqali. Uning opasi futbolchiga turmushga chiqqan edi va biz Chirchiqning bir hududida yashardik. Men o'sha paytda 19 yoshda edim. Biz tanishganimizdan 1 yil o'tgachgina uchrashishni boshladik. 2005-yilda to'y qildik va oilaviy hayotimiz boshlandi. Uning ota-onasining sharti u institutni bitirishi kerak edi. 2 yillik oilaviy hayotdan so'ng bizda birinchi farzand tug'ildi. O'g'il farzandimiz dunyoga keldi. Unga Raul deb ism qo'ydik. Hozir u 18 yoshda. U Bunyodkor futbol klubi bilan shartnoma imzoladi. Bu uning birinchi professional shartnomasi. 2010-yilda Veronika tug'ildi. Hozir u katta tennis bilan shug'ullanadi va o'smirlar terma jamoasiga kiradi. Menda 3-qiz ham bor. U tennis bilan shug'ullangan, 2013-yilda tug'ilgan. U raqsni juda ham yaxshi ko'radi. Shu bois uni raqsga berdik. Bu yil esa u suv sportiga qiziqish bildirdi. Turmush o'rtog'im doim uy ishlari bilan shug'ullanardi.
Men futbol o'ynaganman, u bolalarni tarbiyalardi. Lekin u hamisha men bilan edi. Qayerga borsam ham, bolalar ham, u ham men bilan edi. Futbolga birinchi marta 5 yoshligimda borganman. Otam Saudiya Arabistonida o'ynagan. U esa yopiq mamlakat edi, qiladigan ish yo'q edi. Shunday qilib otamga qarab meni klubga berishdi va shu tariqa men futbolni sevib qoldim. Bolaligimda ko'p safarlar sabab asosan onam meni tarbiya qilgan. Ammo qachonki biz ular bilan boshqa mamlakatga borganimizda va futbolchi faoliyatini yakunlaganlarida otam bu ishni o'z zimmasiga oldi. Garchi u hayotga oid aniq maslahatlar bermasa ham, u har doim yordam bera oladi va bizga to'g'ri yo'lni ko'rsata oladi. Otam hech qachon bizga buni shunday qilishni aytmaydi. U siz buni shunday qilishingiz mumkin edi, lekin men buni shunday qilardim deydi. U hech qachon o'z pozitsiyasida juda qat'iy bo'lmaydi, chunki u biladi, bu bizning hayotimiz va u unga aralashmaydi. Bolalar sportchi oilasida o'sdi. Bolalikdan ular ko'rdilarki, sport bu faqat mukofot va olqish emas. Bu ham jarohat, mag'lubiyat, charchoq, stress. Katta sportga kirishdan oldin men albatta ularni bu haqda ogohlantirdim. Lekin ular o'z qarorini ongli ravishda qabul qildi va men bu bilan faxrlanaman. Dadam kulishni, hazil qilishni yaxshi ko'radi. Hammaga e'tibor beradi. Xohishlarimizni albatta bajaradi. Men 4 yoshdan gimnastika bilan shug'ullandim. Keyin o'z sportimni izladim va bir nechta sport turini birlashtirdim. Lekin so'ng tennisda qolishga qaror qildim. Men 6 yoshdan tennis bilan shug'ullanaman. Tennis bo'yicha 9 yildan beri shug'ullanganim uchun otam 2 sport turini birlashtirishga ruxsat bermaydi. Men ot minishni xohlardim, lekin dadam jarohat olish xavfi tufayli ruxsat bermayaptilar. Bu yil men O'zbekistonda 16 yoshgacha bo'lgan terma jamoada birinchi raqamga chiqdim. Sport o'qishga to'sqinlik qilmaydi. Balki o'qish sportga to'sqinlik qiladi. Chunki ko'p safarga borganim sababli ko'p mavzularni vaqtida o'rgana olmayman. Lekin maktabda yordam berishadi, qo'shimcha vaqt beradilar. Agar biror mavzuni tushunmasam, uni menga yana tushuntirishlari mumkin. Yoki qo'shimcha mashg'ulotlarga boraman. Men bunday mashg'ulotlarga ko'nikib qolganman. Kuniga 2 marta, ertalab va kechqurun, har biri 3 soatdan mashq qilaman. Keyin esa tushlik paytida maktabga boraman. Futbol o'ynashni xohlashim mumkin, lekin menimcha bu erkaklar sporti va men tennisni afzal ko'rishga qaror qildim. Biz turmush o'rtog'im bilan farzandlarimizni tarbiyalashda bir prinsipga amal qilamiz. Ularni pul bilan erkalamaymiz. Albatta, ularda xarajatlar uchun pul bor, lekin miqdor doirasida. Biz ularning mehnatsevarlik va hurmatning qadrini tushunishlariga harakat qilamiz. Uyimizda qo'pollik, jahl va ayniqsa haqorat qilish qabul qilinmaydi. Biz hamma o'z fikrini bildira oladigan va bizni eshitadigan va biz farzandlarimizni eshitadigan aloqa tizimini yaratdik. Onam va opam ba'zan musobaqalarda safarda bo'lishadi va tarbiya bilan otam shug'ullanadi. Otam safarda bo'lsa, masalan, Moskvada o'qishda, unda onam shug'ullanadilar. Otam umuman qattiqqo'l emas, aksincha, juda mehribon. Men avval tennis bilan shug'ullandim. 3 yil qatnadim, lekin tashlab ketdim. Yoqmadi. Hozir suv sporti bilan shug'ullanaman. Toshkentdagi musobaqalarda qatnashdim va birinchi o'rinlarni egalladim. Suzishdan tashqari men hip-hop raqsi bilan shug'ullanaman. Kelajakda suzish bo'yicha olimpiada chempioni bo'lishni juda xohlayman. Biz oilamiz bilan sayohat qilishni juda yaxshi ko'ramiz. Deyarli doimo dengizga chiqamiz. Ammo eng katta havas cho'qqi va snowboard bilan shug'ullanish. Ko'pincha Amirsoyda.
Bir marta shunday holat bo'lgan edi. Onam kasal bo'ldi va uni operatsiyaga olib borish uchun katta mablag' kerak edi. Ammo biz bunday pulni topa olmadik. Balki onamni qutqara olmaganimiz bolalikdagi jarohat bo'lib menda qolgandir. Pulni qayerga sarflash kerakligi haqida savol tug'ilganda do'stimning maslahati bilan uni tibbiyotga sarfladim. Bizni klinikamiz 12 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirda u yerda 150 dan ortiq kishi ishlaydi. Shuningdek biz saraton kasalligiga chalingan va operatsiyaga muhtoj bo'lganlarga yordam beramiz. Futbolda xorijiy o'yinchilarni futbol o'ynashga taklif qiling deyishadi. Lekin bu yerda biz jarrohlarni taklif qilamiz. Hozirda bizda Moskvadan, Rossiyadan jarrohlar bor. Men o'zimni baxtli inson deb bilaman. Mening tushunadigan chiroyli, mehribon rafiqam bor. Go'zal, maqsadli, beg'araz farzandlarim bor. Dadam hali tirik. Qaynota bilan qaynonam ham tirik. Singlim ham tirik. Menimcha bu meni baxtiyor qiladi. Biz har kuni gaplashamiz. Har kuni bir-birimizga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin. Eng muhimi ular sog'lom. Mening ko'plab do'stlarim bor. Bolaligimdagi do'stlarim bilan aloqada bo'lib turaman. Futbol o'ynaydigan do'stlarim, yaqinda tanishgan va hozir yaxshi munosabatlarga ega bo'lgan do'stlarim bor. Lekin 20 yildan ortiq vaqtdan beri aloqada bo'lib kelgan eng yaqin bo'lgan ikkita do'stim bor. Bu Oybek Qosimov va Timur Kapadze. Vaqt hammasini o'z o'rniga qo'ydi. Ular o'zlariga sodiq qolishdi. Qanday bo'lsalar, shundayligicha qolishdi. Va albatta, uning sportchi, futbolchi va endi murabbiy sifatidagi barcha ijobiy fazilatlaridan tashqari, men uni yaxshi inson va chinakam do'st sifatida ta'riflay olaman. Chunki biz so'nggi 20 yil ichida hayotning turli bosqichlarini boshdan kechirdik. Biz uni eng yaxshi futbolchi bo'lganida ko'rganmiz. Va o'sha paytda men hech kim bilmagan oddiy advokat edim. Qayerga borsak ham u nafaqat O'zbekistonda, balki chet ellarda ham doimo tan olingan. Lekin uning yulduzligi unga Paxtakor futbol klubining oddiy advokati uchun chinakam do'st bo'lishiga to'sqinlik qilmadi. Men o'zim haqimda ayta olaman. Serverda chinakam do'stning soddaligi va fazilatlari bor. Uning uchun mashhurlik va har qanday moddiy boylik hech qachon ustuvor bo'lmagan. Biz o'sha paytda Timur Kapadze va Marat Bekmayev bilan birga do'st bo'ldik va biz hali ham do'stmiz. Yaqinda rafiqam bilan uning to'y yubileyida qatnashdik. Biz to'yning o'zida ham bo'lgan edik. Va undan 20 yildan ortiq vaqt o'tdi. Agar uning biron bir salbiy fazilatlari bo'lsa, men ular haqida gapirishga qiynalaman, chunki ularni ko'rmaganman. U doimo yaxshi inson, mehribon, javob beradigan edi. Bu uning yaxshi fazilatlari. U doim boshqalarga yordam berardi va o'z ishiga vijdonan yondashardi. U hech qachon hech kim bilan janjallashmagan, hech kimga yomon munosabatda bo'lmagan yoki maydonda yoki murabbiy bilan yomon munosabatda bo'lmagan. Men u haqida faqatgina ijobiy narsalarni ayta olaman. Birinchidan, u yaxshi oilaviy inson. U har doim ota-onaga hurmat ko'rsatadi. Biz suhbatlashganimizda u hamisha otasi, onasi va singlisini tilga olardi. U uylanganidan keyin oilasi, rafiqasi va bolalari bular har doim uning ustuvor vazifalari edi va uning karyerasi. Bu uning hayotini bag'ishlagan
ikki narsa. Men har doim ta'limimga sarmoya kiritganman. Murabbiylardan, odamlardan, hayotning o'zidan saboq olaman. 40 yoshimda Jismoniy tarbiya universitetida magistrlik darajasini oldim. Bugun men murabbiy sifatida karyera qurmoqdaman. Hozirda AUEFA dasturida tahsil olmoqdaman. Bu menga dunyoning istalgan nuqtasida yordamchi murabbiy sifatida ishlash huquqini beradi. Albatta, yana bitta keyingi qadam qoldi. Pro UEFA tarafdori bo'lish. Keyin men xalqaro miqyosda bosh murabbiy sifatida to'liq ishlay olaman. Rostini aytsam, men hozir hech narsa qilmasam ham bo'lar edi. Hayot uchun yetarli daromad topdim. Lekin bu men haqimda emas. Men rivojlanishni, o'sishni va yangi yutuqlarga erishishni istayman. Hozirgi kunda men jamoaga, bolalarga sarmoya kiritaman. Demak, o'zimga ham. Chunki ularni qo'llab-quvvatlaganimda men ham harakatdaman, o'yindaman va rivojlanaman. Men yosh futbolchilarga bir vaqtlar menga o'tgan narsani yetkazmoqchiman. O'yinga muhabbat, mehnatga hurmat va hech qachon taslim bo'lmaslik qobiliyati. Yigitlar maydondagi har bir kun yaxshiroq bo'lish imkoniyati ekanligini tushunishlarini istayman. Shon-sharaf uchun emas, balki o'zlari uchun. Agar ulardan biri bir kuni men Jeparov qanday ishlashini ko'rganim uchun futbolchi bo'ldim desa, demak men hamma narsani to'g'ri qildim. Hayot bu o'yin. Eng muhimi, qancha gol urganingiz emas, balki yiqilgandan keyin necha marta o'rningizdan turishingiz. Men futbolchi sifatida yo'lni bosib o'tdim. Hozir yangi o'yin, murabbiy o'yini boshlandi va men yana maydonga chiqaman.